ko'q uchburchagi bilan tanishib chiqamiz. Ko'q uchburchagini pastki devorini koronar sinus hosil qiladi. Pastki devorni koronar sinus to'g'risida oldingi video darsda aytib o'tganmiz. Koronar sinusda Tibesius klapani joylashgan va ko'q uchburchagining pastki devorini hosil qiladi. Orqa devorni posterior wall desak, ko'q uchburchagining bu yerda tendon of Tadaro ko'q uchburchagining orqa devorini hosil qiladi. Tendon of Tadaro Eustachian qirrasini davomi hisoblanadi. Ya'ni mana bu yer Eustachian qirrasi bo'lsa, mana bu yer tendon of Tadaro hisoblanadi. Eustachian qirrasi nima bu? Pastki kavak venani klapani Eustachian valve, ya'ni Eustachian klapani bo'ladi. O'sha klapanning qirrasiga Eustachian qirra deyiladi. Eustachian ridge deyiladi. Ushbu tuzilma yuqoriga tomon davom etadi va bu yerda tugaydi. Bu zona central fibrous body, ya'ni markaziy fibroz tana deyiladi. Mana shu yerda tugaydi. Mana shu yergacha bo'lgan, bu yerdan bu yergacha bo'lgan hudud tendon of Tadaro deyiladi. Bu ko'q uchburchagining orqa devorini hosil qiladi. Bu tomondan, oldingi tomondan bo'lsa, tricuspidal klapan joylashgan. Ayniqsa to'liqroq, aniqroq aytadigan bo'lsak, septal, ya'ni to'siq tomondagi leaflet, ya'ni tabaqasi joylashgan. Tricuspidal klapanni mana bu klapan bo'ladigan bo'lsa, bu tomoni septal leaflet deb olsak bo'ladi. Bu oldingi devorni hosil qiladi. Mana shu uchburchakning ichida ko'q uchburchagi deb aytiladi. Mana shu uchburchakning ichida AV tuguni joylashgan. Ya'ni uchburchakning uchi tomonda AV tuguni joylashgan. Xo'p, bu yerda pastki vena, koronar sinus, septal, tricuspid leaflet uzaytirilgan nimalari berilgan. Xo'p, bu nimaga kerak? Bu ko'proq elektrofiziologlar, aritmologlar uchun juda muhim hisoblanadi. AV tuguni turli xil patologiyalarida, turli xil amaliyotlar o'tkazish vaqtida kerak bo'ladigan, topib olish oson bo'ladigan hudud. Mana shu ko'q uchburchagi orqali oson topib olsa bo'ladi.